Bola puli va moddiy yordam olishda mahallaga borib ariza topshirishdan charchadingizmi? Keling, men sizga shu arizani bepul onlayn topshirishni o'rgatib qo'yaman. Buning uchun telefoningiz orqali MyGov ilovasiga kirasiz va undagi bolalar nafaqasi va moddiy yordam tayinlash xizmatini tanlaysiz. Xizmatni tanlab bo'lgandan so'ng o'zingiz haqidagi ma'lumotlarni batafsil kiritasiz hamda oilangizdagi avtotransport vositasi haqida ma'lumotlarni berib o'tasiz. Agar u yo'q bo'lsa, shunchaki ochiq qoldirasiz. Shundan keyin oilangizdagi qoramollar yoki parranda soni haqidagi ma'lumotlarni berasiz. Agar ular bo'lmasa, shunchaki bu bo'limni ham ochiq qoldirasiz. Shundan keyin oilangiz haqidagi ma'lumotlarni yana bir bor tekshirib, arizani yuborish tugmasini bosasiz. Arizangiz qabul qilingandan so'ng 30 kun ichida ko'rib chiqiladi va sizga SMS yuboriladi. Ya'ni bola puli yoki moddiy yordam tayinlash haqida qaror qabul qilinganligi yoki u rad qilinganligi haqida ma'lumot beriladi. Bu videoni bola puli va moddiy yordam olmoqchi bo'lganlarga yuborib qo'ying.